2009-yılı dekabr ayida Həmrajan akımızның Almatıga kelganligini anglab, inim ikimiz Uyg'ur teatriga Mahmud Abdurahmonovning spektakliga taklif qilgan edik. Shu dastlab uchrashganimizda u kishiga vatandan elib kelgan bir parcha kesakni sovg'a qilgan edim. Akimizni qisqacha tanishtirib o'tkim keldi. Həmrajan akini millatimizning tarixiga va madaniyatiga qiziqadigan nurg'un kishilar yaxshi taniydi deb o'ylayman. Həmrajan aka Emirin Narod, izlerimiz Həmrajan Narod namlıq torbatlarni içib, köplügen yıllardan beri Uyghur tilini, tarixini ve medeniyetini öğrenişini təşviq qılmaqda. Köplügen materiallarını toplab, konu yazıqdan Rus hərflərdə terib, tarqıtıb, vətən içideki ve Orta Aziyadaki Uyghurlar arasındaki körük bulup gelmekte. Şundaqla 2. Cihan uruşuğa qatnaşqan Batur Uyghurlarımız haqqında məlumat toplab, izdereksiz yo'qolgan şu boğullarımızı izləşişlərdə aktiv güç çıxarmaqda. Akımız Qazaxstanның Yarkak təvəsində tug'ilib cho'ng bo'lgan. U 38 yıldan buyan Rossiyaning Sankt-Peterburg şəhərində yaşab kelməkdə. Həmrajan aka tarixi vətənimizin sırtida tug'ilib cho'ng bo'lgan bir Uyghur. Onun insanını söyündürüb, hörmətini qozğaydığını, gerçi o Uyghurluq tuyg'ularını canlandırdığan, milli ruhunu küçəytidigan, ana tili ve medeniyeti muhiti bolmagan cemiyette yaşagan bolsumu, Həmrajan aka öz milli kimligini yo'qotmayli qalmay, baş qulağımı ügütüb kelyotmaqda. Nurg'un Uyg'urlardan "Sen qaysi ruhda yaşaysan?" deb sorsa, özünün Uyg'urning avlodi ekanligini bilsumu, ammo özünün qaysi ruhda yaşaydiganligini bilmay yaşaydigan milletimiz vakilleri üçün bu hörmətlik akımızның Uyg'urluq ruhi nahayati yaxshi ulgi bo'lalaydı. Şəxsən mən özüm akımızның şu güzel ruhudan ilham alman, hem şundaq bolışqa izlenimen. Həmrajan akımızını Uyghur tarixi ve medeniyetinin g'aznidori deb tanıyman, yoki Uyghur medeniyetinin Orta Aziyadaki mirasxo'ri degim keldi. Biz Uyg'urlarda altınның qadrini zargarchi bildi deydigan bir tamsil bor. Shu sababdan özüm üçün bebaho qimmatli bo'lgan u kesakni akımızga so'g'at qilgim keldi. 2007-yılı yaz ayları. Dadam ikimiz Almatıdan G'ulga qarab yo'lga chiqqan edik. Dadamning jillachi sig'inish hijron o'tida arzu qilgan, kindik qini to'kilgan ona vatan tuprog'iga 44 yildan keyingi tunji qadam bosqan edi. Vatandagi kunlarimiz nafas alsak havosiga to'ymay, ishsak suyga qanmay, yurtimiz G'uljining go'zal manzillariga qarab to'ymagan hayajonliq ilkida ah ko'ngil, mehmondo'st qarindoshlarımızning mehri muhabbatlik tabassumidan baxtlik tuyg'usi ichida ularning qiziqarli hayot sezgichlarini hayajon va hayronlikda anglash bilan o'tgan edi. Bu zamindagi hamma narsa biz uchun ajoyib yaqinlik, tasavvurligisiz go'zal va bebaho tuyuladi. Vatanimizning markazi bo'lgan Urumchi shahrini ko'rdik. Andin yozdagi havo klimatining chidiqsiz issiqligi qarmay, qadimiy shahar Turpanlayga qarab yo'lga chiqdik. Şoför ustam yo'l bo'yi dadamga vatan haqida ko'plagan qiziqarli hikoyalarni so'zlab zeriktirmagan edi. Turpan shahriga kirganda o'zimni xuddi rivoyat cho'chak dunyosiga kelib qolgandek tuyg'uda bo'ldim. Turpanga tush vaqtiga ulgurib keldik. U chog'da bu joyning chidig'i suz issigan vaqt ekan. Ko'chada odamlar bekmi oz edi. Kechqurun salqin tushganda ko'chada odamlar tadrijiy ko'payishga boshladi. Men havo klimati favqulodda issiq bu yerning yerlik kishilarini kunda ko'yib qariyib ketdimikin deb o'ylagan edim. Aksincha, turpanlik qarindoshlar to'lisi oq yuzlik bo'lib, erlar to'limi qomatlik, qiz cho'konlardek go'zal chiroyli ekanligiga hayron qolgan edim. Turpan shahridan chiqib, Yalqun tog'ini bo'ylab ming uyni ko'rgili bordik. U ulug' va muqaddas joyni ko'rishni uzun yillardan beri arzu qilib kelgan edim. G'ordagi tamg'i chizilgan rasmlarga zo'xnish ilkida qarab, rasmdagi murakkab ranglarning go'zalligini ko'zimga singirib olg'im kelgan edi. Vaqt bu tam rasmlar ichida to'xtab qolgandek tuyuladi. Shundoq o'ylan orlab ko'rib yurganda bir to'saq turgan yerga ko'zim tushdi. Yaqin kelib qarsam, uyning bir tarafi buzilib, kesaklari parchalanib, yerga chizilib ketgan ekan. Bu kesaklar menga bir oltin parchasida tuyulib ketgan edi. Bir parchani avaylab ilib yog'lig'imga o'rg'inimda
butkul vujudimni titrak bastı. Mana bu kesak partisi hozirgi kunda Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida Hamrajon akamning g'aznisida saqlanmoqda. Bu mening vatanga qilgan tunji sayohatim edi. Gerçi aradan ko'p yillar o'tgan bo'lsa-mu, u qitimki safarimning har bir minuti tunugunkindek esimda. Chunki vatanning qayrig'ida bosam o'zimni shat bir elga borgandek emas, balki haqiqiy o'z uyimga yenib kelgandek tuyg'uda bo'lgan edim. Ko'chalarda uchratgan kishilar notanish kishilar emas, xuddi ular bilan birga cho'ng bo'lgandek, ular bilan burundan tanishdek mehribon va yaqinlik tuyuladi. Ularning xushchaqchaq xarakteri insonga haqiqiy insonlikni, Uyg'ur degan moshundoq oq ko'ngil, mehribon bo'ldi deganni tushuntirib beradi. Men haqiqiy original Uyg'urlarni ko'rdim. Men faqatla cho'nglarning hikoyalaridan tonib bilgan, yuzlagan rasmlardan zo'xlanib, talmirib, hayotimda bir ko'rsamkan deb orzu qilgan haqiqiy ona vatanimni ko'rdim. Shu topda xuddi asrlar bo'yi tinish iqvatgan ulug' bir daryoga kichik bir buloq suvi kelib qo'shilgandek tuyg'uda bo'ldim. Bu ulug' daryo yana menga oqidi. Asrlar bo'yi suvi so'g'ilmaydi, iqimi o'zgarmaydi. Vatan sirtida dunyoga ko'z ochgan har bir Uyg'ur farzandi tindiq qinining Uyg'urlar vatanida to'kilmaganligidan o'kinadi. Ajdodlarim minglarcha yillar yashab, vatan uchun dushman bilan jang qilib zafar qozongan shu ulug' qahramonlarning qini to'kilgan vatanimda meningmi yashash haqqim bor edi-ku deydigan o'ylar ilkida Uyg'urlikni izlaydi. Tarixni o'rganadi. Shunga ona vatanimizni seg'inish hijron o'tlarimiz birini janglarga boshlaydi. Bu mendek vatan sirtida tug'ilib cho'ng bo'lgan bir Uyg'ur qizining nidosi. Vatanning erkin bo'lishini duolarim bilan tilayman. Men o'xshash armonda yashayotgan qarindoshlarim bilan ozod vatanimning mustaqillik kunini birlikda tabriklashni umid qilaman.